Nima bo'lyapti, Shohruh? Nima bo'lyapti, tinchmi? Indeks nechi indeks? 10. Kecha 8 edi. Xotinim bo'lganda trakim mashina qilib har kuni yig'ishtirtirardim. Bizi ustimizdan kulyapsan, xoin! Toshot unga! Ostona akalar kecha havo indeksi ko'rsatkichi 8 edi, lekin bugun 10 ga chiqdi. Nima uchun 10 ga chiqqanini men sizlarga ko'rsataman. Sababi akalar, mana yerda bir 200 ga yaqin trakchi akalarimiz bor. Kechasi bilan uxlaganida trakini o'chirmasdan uxlashadi, sovqatib ketmasligi uchun zaharli gazlar chiqib, mana havo indeksi 2 punktga ko'tarilibdi. Papi mungan. O'ziga beringlar mana o'g'lim. Bo'ldimi, tugadimi aka gapimiz? To'xta, o'ylab olay. Yo'l to'rt tomonli yo'l. Hayajonlanma. 4 tali yo'lda. Yebanmisiz aka? Qadrga tuparili. Qor to'xtadi. Bizanikilarni yerga uring. Ha, qo'y. Hech kimni yerga urganmi? Seni yerga uryapman. Bitta seni yerga uryapman. Instagramda uxlashimdan oldin bitta video ko'rib qoldim. Yaxshi ham uxlashimdan oldin ko'ribman shu videoni. Bo'lmasa vashki boshqa gap so'zlar bo'lardi. Hozir mana ancha spokойный holatda shu video haqida gapirib o'tmoqchiman. Xullas, organlar yig'indisi, bularda odam degim kelmayapti. Telegram kanali ochishga va shu Telegram kanalda yigitlari sovg'a qilgan kunlarda 2 baravar, 3 baravar arzonga sotib olishyapti ekan. Kirib o'qidim, opisiyaniyalarini Telegramda gullarni qo'yib qo'ygan. 4 soat oldin sovg'a qilingan, kecha sovg'a qilingan deb yozib qo'yib, sovg'a qilgan bolalarga rahmim kelyapti. O'sha gullarni shu shimaralarga. Kommentariyasini o'qidim o'sha videoni. Kommentariyasida 500 tada ko'p qizlar yozgan, o'qib chiqdim erinmasdan. Atiga 2 tasi orasida adekvatni qiz yozgan. Bolalarda his tuyg'usi bor bu yerda. Qizlar g'alati ish qilmayapsizlarmi? Ikkinchisi merkantilni bo'lib ketdinglarmi shu darajada deb yozgan hamma shimaralar o'shalarga ham hujum qilgan. Boshqalari smaylik tashlagan, menga ham silkasini bering. Qizlar kallasini ishlatishni boshlabdi va hokazo degan kommentariyalar qoldirgan. Endi adekvatni qizlar, sizlarga savolim bor. Yibanko shmara shkuralarga emas, adekvatni qizlarga. Sizlarga agar yigitinglar shunaqa joylardan zayuzni olib, o'sha sovg'a qilingan gullarni yana arzonga olib, sizlarga bersa, adekvatni qizlar sizlarga shu narsa yoqadimi? Ikkinchi savolim, o'sha sizlarga sovg'a qilgan bola shunaqa gulni qanaqa munosabat qilasizlar? Qandaydir ko'zinglarda bir qiraqa bordek ko'rinadimi? Gapim bilan nima demoqchiman? O'zlari erkaklarga masalan erkak emas postupik qiladigan narsalar yaratib berishadi. Erkaklar shu postupikni qilsa, erkaklar qolmadi deydi. Bu yerda двойные стандарты degan narsa ketyapti. Lично men возможностьim bo'lmasa magazinga borib bittagina atirgul sovg'a qilganim yaxshi, kimnidir o'sha sovg'a qilinib, yana qaytadan sotilyapti turgan gulni olgandan ko'ra. Akalar, babuyinlar, ko'zinglarni ochinglar. Hozirgi 99.9% qizlar qayerdan olyapman bu gapni? 500 ta kommentariyadan atiga 2 ta degani o'zi statistikani chiqarib olaveringlar. Sizlarni faqatgina finansiy kошелек sifatida ko'radi xolos. Ya'ni menga hamma narsa должен, men xohlagan narsamni postupigimni qilaman bu narsa bilan. Lekin buni his tuyg'usi, bu menga qilgan e'tibori, o'sha gulni olay deb qilgan harakati, mashaqqatim, mehnat, aravakashlik qilganmi, taksistlik qilganmi, men kliterimni qo'ygan joyim bor. To есть erkak kishini hech qanaqa qadri yo'q, his tuyg'usini qadri yo'q. Cennность faqat pulga bo'lib ketgan xolos. Umuman oila qurishga tayyor emas. Mana qayerdan ajrashishlar? Chunki erkak kishini oldingidaqa gentleman sifatida воспринимать, ya'ni qabul qilishmayapti. Faqatgina shu soqqa olib keladigan kошелек instrument sifatida ko'rishyapti xolos. Shuning uchun pulinglar bo'ladigan bo'lsa, ota-onalarga o'sha pulinglar sarflaylar. Hozirgilarga вообще не стоит. Orasida bir normal, adekvatni qizda elektronniy mikroskopda tov oladigan bo'lsanglar, o'sha qizga butun dunyoni sovg'a qilinglar. Hozirgi dunyoda, hozirgi tendensiyada umuman qizlarga hattoki jvachka berishga ham arzimaydigan bo'lib qolgan. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, akalar, ko'zinglarni ochinglar. Nima bo'lyapti, Shohruh? Nima bo'lyapti, tinchmi? Indeks nechi indeks? 10. Kecha 8 edi. Xotinim bo'lganda trakim mashina qilib har kuni yig'ishtirtirardim. Bizi ustimizdan kulyapsan, xoin! Toshot unga! Ostona akalar, kecha havo indeksi ko'rsatkichi 8 edi, lekin bugun 10 ga chiqdi. Nima uchun 10 ga chiqqanini men sizlarga ko'rsataman. Sababi akalar, mana yerda bir 200 ga yaqin trakchi akalarimiz bor. Kechasi bilan uxlaganida trakini o'chirmasdan uxlashadi, sovqatib ketmasligi uchun
zaharli gazlar chiqib, mana havo indeksi 2 punktga ko'tarilibdi. Papi mungan. O'zbekcha ovqat yemaganimga bilmayman, bir 3 oy bo'ldi shekilli. Bilaman, o'zbek akalarimiz somsa yeb o'tiribdi. Kameraga olayotganimni ko'rib qolib meni urishmasin. Bu internet emas, xohlaganimni gapiradigan, hayotda gapiryapman. Teshib chiqsin. 3,5 ming kilometr yurgandan keyin qo'yaman shu videoni. Hozir ham urishaverardim-ku. Uylari yaqin bo'lsa-chi yoki ayasi o'qituvchi bo'lsa-chi. Roza oyida ham urish mumkin emas, hozir roza emas-u. Bitta hamma shunaqa bahona qilganmi urishmasligi uchun? Yo bitta menmi? Esimdan chiqib qolibdi, meni bari UFC chempionlari kuzatadi-yu, men aytayapti hammasi birinchi shef bo'lgan, hech kim meni hozir kuzatyapti turganlardan kalta yemagan. Hattoki qizlar ham men hammani urib yurardim, bolalar mendan ham qochishardi. Ham qizlar shunaqa deganmi akalar? Yo bitta menga. Trakchi akalar meni hozir ovqatga chaqirishdi, video olayotganimni ko'rib, akalar mendan rozi bo'linglar, videoga tushgani hijolat bo'laman dedinglar, sizlarni so'rog'inglar siz videoga olib qo'ydim. Yaxshi bolalar ekan akalarimiz. Shunaqa deb qo'y, bular ham Amerikada ertaga meni ushlasha olmasin. Tak, 1 2 3, 1 2 3. Barim. Kim bo'ldi senga mendan afzal? Ummon, nomer 1. Bu yo'llar, bunchalar bevafo bo'lmasa manzillar. Davay Ummon! Veredim candan ortiqroq. Ummonning zo'r ashulasi. Sen esa qalbingdan men aramizda yo'q sevgilik bor so'roq. Yur. Endi kimni sevsa sevaversin endi menga. Qayga ketsa ketaversin yo'llarimdan. Ummon akalar, men 3-yillar bo'lib ovozim yaxshi O'zbekistonga borsa. Ummon akalar, qizlarni oldingidaqa ko'z yoshlarini keltiramiz akalar. Billa bo'lib. Nima deysizlar? Krasavchiklarni beram. Haydami kirdi bor. Bula, pripyeva tez qo'llarimda gullar, oyoqlarim sen tomon shoshar, o tomonimdagi bekatlar menga yana seni eslatar. Lekin hammasi o'tib ketdi, xazonlarga burkanib ketdi. Boshim uzra ming xil xayollar, qani savollarga javoblar. Mayli qaytmasang qaytma endi, yurak sog'inchdan to'yib ketdi. Suratlaring yirtib tashladim, hammaning esa o'chib ketdi. Bulardan aytguncha ne foyda, eslayman seni oyda yilda, hammasiga qo'yilgan nuqta. Ate ummonga ko'rsatyapman, ashulash bilaman ko'ringlar deb. Bilaman 100% ko'rishadi. Akalarim bilasizlar. O kimdir traki yo'yapti, hozir boraysizlarga men yaqindan reportaj qilaman. Kimdir traki yo'yap turgan. Mana shunaqa narsalarga biz yomon qiziqamiz. Nimadir kimdadir qanaqadir muammo bo'lsa tomosha qilish bo'yicha koinot chempionimiz. Akalar gigantskiy kema yonyapti ekan, eng qizig'i cho'lda o'rtasi. Miyasi ishlagan odam va meni oldindan kuzatgan odam biladi, adreslarni aldab mashina qilib haligi fikringlarni chatmoqchi bo'lyapti. Hech qanaqa kema ham trak emas, bu oddiygina zavoddan chiqib turgan. Bilat telefonimni Bluetooth Garminga ulanib qolib, ovozim yaxshi yozilmabdi. Garmin nimaligini bilmaydiganlar uchun spesial traklar uchun chiqarilgan yo'lni ko'rsatadigan qurilma. O'ynashlarimga olib ketyapti turgan Rafaeloyim ko'rinib qopti. 3 ta o'ynashimga bittadan. Shokoladni nomi nima ekan akalar? Oxirida lupoy chet mamlakatda yurgan odam kabi qanaqadir muammo bo'lsa o'zimni jертва sifatida ko'rsatishim kerak. Ya'ni sog'inadi shirin oilasin. Umri o'tar bir yoshga qarab. Musofirni Xudo asrasin. Odamlar rahmi kelsin, men musofirda yuribman, bo'lmasa 90% musofirda yurganlar jalabga borib, kayfini qilib yurishadi bilan. Juda yomon ko'raman, mana shu odamlar rahmini keltirib, o'zi musofirda men qiynalyapman, meni ko'ringlar deb o'ziga e'tibor jalb qiladiganlarni. Biletini ol, ket uyingga, kim seni ushlab turibdi, po'qidish.
Basharam oqib ketgan holi bilan nima yonyapti betim. Texnik nosozliklar endi iPhone musor to'g'ri tushunasizlar. Xullas betim pitbullga o'xshab turibdi, osilib ketgan to'g'ri tushunasizlar. Kechasi bilan uxlamadim. Mana ertalab 7:30 dan 24 minut o'tgan holatda men sizlarga rag'batnoma videosini qilmoqchiman. O'tgan yil mart oyida Evil Shoh desa nima u, kim u deb hech kim nimaligini bilmas edi. Mana 1,5 yil o'tdi, 1,700,000 bo'ldi onasini hamsa. Instagramda ochyap turgan paytim million blogerlar bo'lardi, ko'rardim 1,100,000, 1,200,000 obunachilari bo'lardi. Hozir ashilardan o'tib ketdi. Men bu yelkam kichkinaligini qaranglar, boboylarga o'xshab qo'yganman. Kiyimim mana pollata kiyim. Ashali boboylar kiyadigan kiyimlardan. Xullas 1,200,000, 1,600,000 blogerlardan tirs o'tib ketdim. Bloger bo'lmagan holatda har xil bo'lar bo'lmas gaplar gapirib, ba'zi holatlarda aqlli, foydali, motivatsion, ba'zi holatlarda o'zimni jinnilikka solib, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarib, xullas o'zimni polni sizlarga bag'ishlagan holatda videolar qildim. Sizlar meni kuzatib, shunchalik podдержка qilyap turganinglar uchun kattakon rahmat. Mendan ko'p prosmotr yig'adigan akalarimiz, opalarimiz bor, lekin ularga unchalik obuna bo'lmaydi odamlar. Men biror marta ham obuna bo'lmaylar degan holatda ham shunchalik meni podдержка qilib obuna bo'lganinglar uchun rahmat demay, nimadir sizlarga yoqyapti. Lekin bitta narsa, meni 90% yaqin taniydigan tanishlarim 90% obuna bo'lmagan menga. Endi bilmayman nimagaligini. Sizlar menimcha bilsanglar kerak-a. Qadrdonlar, menga atomli reaktorda uranni energiyasini beryapsizlar, motivatsiya beryapsizlar. Demak, juda ham yomon ko'raman bu so'zni, mana shu so'zni ishlatadiganlarni ham. Tur, ishla, harakat qil, shunda senga Allohim beradi. Xullas 2 million bo'lishimizga mashincha qoldi akalar, xudo xolasa bo'lamiz. Ulug'chuluq, videoni qarashini qaranglar, oyog'im qaltirayapti. Пусть лучше в мышцах будет боль, чем наркота и алкоголь. UFC ko'ryapman. Meni urushqoq deb o'ylaylar. Urush ko'ryapman u. Bir 90% erkaklar shu UFC'ni ko'rganda ajimaliyalar qilib ko'rishadi. Orada odamlar chiqqanicha reklamalarda. Akalar, manzilimga yetgunimcha 890 mayl qoldi. Shu 1200-1300 kilometr sizlarga yo'lda qishni ko'rsatdim. Manzilimga borgunimcha cho'lni ko'rdinglar, yomg'irni ko'rdinglar, tog'larni ko'rdinglar. Endi mana tumanni ham bir ko'rsatib ber. Xullas, Amerikada havo qanaqa deydigan odamlarga mana Amerikada havo qanaqa akalar. Juda ham katta mamlakat bu yer. Amerika har bir shtatda o'ziga yarasha ob-havosi bor. O'zbekistonda bir 20-30 barobar katta, undan ko'p bo'lmasa agar. O'zimni aqlli odam yo'q olib faktlarni gapirib o'tirmay, betimni ko'rsatib